إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, darsimizni davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hozirgi darsimizda so'zlangan masala harflarningki cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan bo'linishi. Cho'ng kichik talaffuz qilinish. Biz o'tgan soatlik darsimizda harflar ba'zi harflar va cho'ng o'qildi dedik. Ya'ni qalin o'qildi. Ba'zi harflar va kichik o'qildi, ya'ni inchik o'qildi dedik. Shunday harflarni mushu jihatdan bo'lamiz hamda. Harflarni cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan qismlarga ayiramiz. Harflar cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan 3 turga bo'linadi. Harflar cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan 3 turga bo'linadi. Birinchisi doim, ya'ni har vaqt cho'ng o'qiladigan, ya'ni cho'ng talaffuz qilinadigan harflar. Ikkinchisi ba'zida cho'ng, ba'zida kichik talaffuz qilinadigan harflar. Uchinchi doim, har vaqt kichik talaffuz qilinadigan harflar. Demak, biz harflarni 3 ga bo'ldik. Birinchisi doim cho'ng qilinadigan harflar. Bu degani doim cho'ng qilinadigan degan gap desanglar, fathalik kelamdi, ya'ni zabarlik kelamdi, zirlik kelamdi, peshlik kelamdi. Davomli cho'ng qilinadigan harflar. Qanday harflar bilan birlashib kelsin bu? Davomli cho'ng qilinadigan harflar degan gap. Cho'ng talaffuz qilinadigan harflar. Ikkinchisi ham bu ba'zida cho'ng, ba'zida kichik. Bu masalan zabarlik kelsa, masalan boshqacha, zirlik kelsa boshqacha. Mana shuningdek. Uchinchisi doim kichik talaffuz qilinadigan harflar. Unda bo'lsa biz har birisi bilan biz tafsiliy tanishib chiqamiz. Doim cho'ng qilinadigan harflar, davomli cho'ng talaffuz qilinadigan harflar bu 7 harf. 7 harfni biz tuvandagi bir jumlaga yig'inchoqlaymiz. Xussa dag'tin qiz. Xussa dag'tin qiz. Ya'ni bu harflar qaysi ekan? Xa, sad, dod, g'ayn, ta, qaf, va. Ya'ni mush bir jumladagi 7 harf xa, sad, dod, g'ayn, ta, qaf, va. Demak, bu harflar davomli cho'ng qildi. Mayli zabarlik kelsin, mayli zirlik kelsin, mayli peshlik kelsin, mayli boshqa qanday harflar bilan birlashib kelsin, bu harflar davomli cho'ng qildi harf. Unda bo'lsa ba'zi cho'ng, ba'zi kichik harflar bu 3. Ba'zida kichik o'qiladigan, ba'zi cho'ng o'qiladigan harflar 3. Birinchisi alif, ikkinchisi Allah muborak, Alloh subhanahu va taoloning muborak ismidagi, ya'ni Allah ki lam, ya'ni müşahede o'ttirda bir tashdidlik lam ba, lam. Bu başqa lam emas. Faqat lam Allah subhanahu va taoloning muborak ism zotidagi Allah degan Allohning muborak nomidagi mana o'ttirdagi mana müşahede lam. Müşahede alif, keyindi yana bir lam, keyindi yana bir lam bor, müşahede 2 lam bor. O'ttirdagi lam ba'zida cho'ng, ba'zi kichik qo'lida. Ba'zi kichik talaffuz qilindi, ba'zi cho'ng talaffuz qilindi. Uchinchisi ra. Unda bo'lsa bu uchchi bu alif, lam, ra. Bu 3 harf ba'zi cho'ng, ba'zi kichik. Ya'ni ba'zi fatha kelgan chaqib cho'ng, kasra kelgan chaqib kichik degandek. Buning tafsilotini birdan bir kun to'xtalamiz. Endi uchinchisi doim kichik talaffuz qilingan harflar, qilib qolgan harflar. Ya'ni mayada 7 harf doim cho'ng qildi. Endi mayada 3 harf dedi. Qilib qolgan harflar 28 harfdan qilib qolgan harflar demak doim kichik o'qilgan harflar. Masalan lam, bu lam deganimiz mushahadaga ismul jalala, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning muborak nomida kelgan lamdan boshqa lam. Ya'ni lam, mim, nun degan harfga lamni ko'rsatadi. Bu lam, masalan nun, ha, ba, ta degandek harflar. Unda bo'lsa biz bularni tafsili tanishib chiqamiz. Doim cho'ng talaffuz qilinadigan harflar 7. Shundaymi? Xa, sad, dod, g'ayn, ta, qaf, va. Bularning misollari
Masalan qaranglar. Xa. Xasimun. Xa demaymiz, xa. Xa, xasimun. Xa. Xa emas, xasimun. Bunda bo'lsa ballasini bir taraf qilib baqinglar. Xasimun. Xasimun. Keyingisi sirata. Ta. Desak mishadiga ta qanday harf? Doim cho'ng'ildi harf. Shundami? Ta. Sirata. Shundami? Keyingisi soliha. Soliha. Demak, o'sha cho'ng talaffuz qilyapti. Og'zimizni toshqizab talaffuz qilyapti. Tilimizni ko'tarib demak, shunda talaffuz qilaman. Bu yerdagi sod doim cho'ng qildi g'arblar. Yana birisi bod, barabna, barabna deganga o'xshash. Masalan, bod, durra, bod, do desak, og'zimizni toshqizab chiqatamda, og'zi to'shab, tilning og'zi ko'tarilib chiqadi. Durra, g'afur, g'amas, g'afur emas, g'afur, g'ishawa, desakmi, g'ayin bu yerda qanday harf? Cho'ng talaffuz qilinadi. Ta'amun deki ta. Toybaqa deganda bu yerda ikkisi bor. Ta bilan qof. Toybaqa, toybaqa. Qaryatin, qa. Bu yerdagi qof. Qaryatin deb taqanlar bo'l. Qaryatin. Qaryatin desek to'g'rimi? Qa xato bo'ldi. Qaryat desa xato. Qaryatin, qa. Qaryatin. Keyingisi qulubihim. Qu. Bu yerdagi qof doim cho'ng qilgan harf. Keyingisi zahira, va. Og'zimizni toshqizab, tilimizni og'zini ko'tarib, va. Demak, bu va cho'ng qilgan harf. Zulumatin desak, va. Demak, bu harflar va fathali kelamdi, zabarli kelamdi, mayli peshli kelamdi, mayli kasrali kelamdi. Bu harflar shu yuqoridagi misaldagi o'xshash davomli cho'ng qilgan harflar bo'ldi. Unda bo'lsa ba'zida cho'ng, ba'zi kichik talaffuz qilgan harflar qaysi edi? Bu harflar 3. Alif, ya'ni ismul jalaladagi lam, and then nima? Ra. Alif, lam, ra. Shundami? Unda bo'lsa alifni biz ba'zida cho'ng, ba'zida kichik talaffuz qilindi dedik. Unda bo'lsa qanday vaqt cho'ng talaffuz qilindi, qanday vaqt kichik talaffuz qilindi desanglar, mana o'sha jadval qaraydigan bo'lsak, alif oldida cho'ng talaffuz qilingan harflar kelsa cho'ng bo'ladi. Oldida kichik talaffuz qilingan harflar kelsa kichik bo'ladi. Demak, alif oldidagi harfga ergishadi. Oldidagi harf cho'ng talaffuz qilingan harflar bo'lsa, alifmi cho'ng bo'ladi. Oldidagi harf kichik talaffuz qilingan harflar bo'lsa, alifmi oldidagi ergishib mas holda kichik talaffuz qilindi. Masalan, qaranglar, cho'ng talaffuz qilingan holda qamu desak, mana qaranglar, qof keldi. Keyinda alif keldi. Alifning oldi cho'ng talaffuz qilingan harflar. Demak, alifmi cho'ng talaffuz qildi. Qofning keyindan o deb chiqatamdi, deb chiqatamdi. Shundami? Bo'lgandan keyin bu besim yuqori qarta bo'ldi. Demak, alif yana qanday bo'ldi? Cho'ng talaffuz qilindi. Mana. Vallah sizlar bir deb qamu.
qamu. Demek qafqa maslashib alif mo cho'ng bo'ldi degan. Yana bir misoli solihun. Solihun. So. Demek sod cho'ngarib bo'lg'achqa alif mo bu yerda cho'ng qildi. Solihati. Solihati. So. Mishadimi cho'ng qildi, cho'ng talaffuz qilindi. Yakhafuna. Yakhafuna. Ballada paqinglar, yakhafuna. 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 Demek bu yanında alif keldi. Alifni oldi cho'ngarib bo'lg'achqa alif cho'ng talaffuz qilib bo'ldi. Endi keyingi misol. Alif keldi, yana ham alifni oldi bu yerda yana cho'ngarib. Ta, shundaymi? Ta cho'ngarib bo'lg'achqa alifmi cho'ng talaffuz qilindi. Unda bo'lsa kichik talaffuz qilinishga aloqador misollar mana. Alif keldi. Alifni oldi nun. Bu doim kichik qildi g'arib qo'y nun degan. Demak alifni oldi kichik talaffuz qilindi g'arib bo'lg'achqa alifmi kichik qildi. Masalan, narun. Na. No desek xato. No emas, na. Chunki o desek nun kichik talaffuz qilindi g'arib. Shunga narun. Na desek alif kichik talaffuz qilindi. İyyaka. 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 Desek alif geldi. Alifdan oldi ya. Bu kichik talaffuz qilindi g'arib bo'lg'achqa alif mo shuning masalda kichik talaffuz qilindi. İyyaka. 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 İyyaka desek to'g'ri bo'ladimi? İyya. Ya, iyyaka desek xato. Shundaymi? Chunki oldi kichiklarib İyyaka. Fiha. Alif geldi. Alifni oldi. H harfi bu kichik talaffuz qilingan harf. Shunga alif bu kichik talaffuz qilindi. Fiha. 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 Kendisi naime. Naime. Alif küçük oldu yanıla. Sabiquna. Sabiquna. Alif küçük oldu. Demek alifning oldi cho'ng o'qildi harf bo'lsa cho'ng o'qiladi. Kichik harflar kelsa kichik bo'ladi. Unda bo'lsa ba'zi cho'ng, ba'zi kichik harflarningki ikkinchisi nima edi? Allah, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning muborak ismidagi lam. Mana o'tirdiki, mana shu lam, mana qaranglar. Ba'zi bir lamba, o'tirdi yana bir lamba, mana bu tashdidlik lam. Ba'zi cho'ng bo'ldi, ya'ni Allah. Ba'zida la. Ba'zi cho'ng, ba'zi la, la. Qanday vaqt cho'ng, qanday vaqt kichik? Shu Allah ismul jalalninki oldidagi harf qaraymiz. Masalan, mana qarasak, oldidagi harf zabarlik va pashlik ulab qolib qolsa, bu o'tirdagi lam cho'ng o'qiladi. Oldidagi harf qanday bo'lsa, zabarlik va pashlik. Oldidagi harf kichik harf, cho'ng harf emas. Biz alifninkida oldidagi harf cho'ng harf va kichik harf deb o'qidik. Shundaymi? Oldidagi harf cho'ng harf bo'lsa cho'ng o'qildi, kichik harf bo'lsa kichik o'qildi. Ammo bu Allah ismul jalaldagi lam oldidagi harfning harakatiga, ya'ni zabarmi, zirmi, pashmi buni qaraymiz. Oldidagi harf zabar bilan pash kelsa, bu yerdagi lam cho'ng o'qildi. Masalan, vallahi, vallahi, vallah, la, vallahi. Bu yerda oldidagi harf vav zabar keldi. Shunami? Shuning uchun bu lam cho'ng qildi. Huvallohu desekmi o'xshash? Alallohi desekmi? Oldidagi harf nima bo'ldi? Lam yana zabar keldi. Bu yerda yana o'xshash cho'ng. Abdullohi, abdullohi desekmi? Dal pashlik keldi. Pashlik kasmi o'xshashni qanday qildi? Bu yerdagi lam cho'ng qildi. Abdulloh, la. Nasrullohi, nasrullohi. Ati'ulloha, ati'ulloha. Balla sizlar bir depanglar.
ati'ullaha أطيعوا الله vallahi والله nasrullahi. نصر الله. Demek bu yerda lam qanday o'qildi? Cho'ng o'qildi. Oldingi harfning harakati zabar bilan pesh bo'lsa, bu yerdagi lam cho'ng o'qildi. Oldingi harfning harakati zir bo'lib qolib qolsa, bu yerdagi lam kichik o'qildi. Masalan, men misol qaraylik. Billahi desek, oldingi harf nima? Ba. Ba'ning harakati nima? Zir. Demak, bu yerdagi lam la deb o'qilmay, la. Billahi, billahi. Fi dinillahi. Demek aldık harf nun zir keldi. Bu yerdeki lam la. Fi dinillahi. Ve men yettaqillaha lillahi lillahi ayatillahi. Kesra zir keldi. Yana aldık harf zirlik geldi. Mesela vallahi bir kıtım deb bakınlar. Billahi بالله lillahi لله fi dinillahi. في دين الله. Demek bu yerda lamni qanday olamiz? Kichik olamiz. La deb olsak to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'lmaydi. Chunki oldingi harfning harakati zir bo'lsa, demak bu yerdagi lam kichik talaffuz qilindi. Shundaymi? Unda bo'lsa ba'zida cho'ng, ba'zida kichik talaffuz qilingan harflarningki uchinchisi ra. Ra. Shundaymi? Bu ra 8 xil ahvolda cho'ng o'qildi. 4 xil ahvolda kichik o'qildi. Ya'ni 8 xil ahvolda cho'ng talaffuz qilindi. 4 xil ahvolda kichik talaffuz qilindi. Unda bo'lsa ra'ningki cho'ng talaffuz qilinadigan holatlari bilan tanishimiz. Birinchisi 8 xil ahvol dedikmi? Buning birinchisi ra zabarlik kelsa. Ra zabarlik kelsa. Masalan, rasulun ra desek bu ra rasulun. Ra zabarlik keldi, bu yerda ra cho'ng o'qildi. İkincisi ra peshlik kelsa. Masalan, kafaru. Qaranglar mana. Ma kalimada kafaru desek ru. Ra cho'ng o'qildi. Yana keyingi misol yansurukum desek ru. Ra mishada peshlik keldi, ra yana ham cho'ng o'qildi. Yani bir misal Rabbika desek ra zabarlik keldi, ra cho'ng o'qildi. Nurana desek yana ham ra cho'ng o'qildi. Demak, ra'ningki 8 xilningki birinchisi cho'ng o'qilish ahvollarining birinchisi ra zabarlik keldi. Ikkinchisi nima? Ra peshlik keldi. Uchinchisi-chi, unda bo'lsa ra sakinlik kelib qolsa, qanday qilamiz? Zabarlik kelsa cho'ng bo'ldi, masalan, cho'ng talaffuz qilindi. Peshlik kelsa kichik talaffuz qilindi. Unda bo'lsa ra sakinlik kelib qolsa, desanglar, sakinlik kelsa oldingi harfning harakatiga qaraymiz. Ra sakin bo'lib qolib qolsa, oldingi harfning harakati zabar bo'lsa, ra yana cho'ng qildi. Masalan, qaranglar, mana men misolga ra sakinlik keldi, bu yerda oldingi harf hamza qanday keldi? Yana zabarlik keldi. Demak, ra yana cho'ng qildi. Ersala emas ersala ra cho'ng qildimi? Ikkinchisi yarji'una wanhar desek, wanhar ra sukun keldi, oldingi harf zabarlik keldi, ra yana cho'ng qildi. Marqadina desek, ra yana ham cho'ng qildi. Uchinchisi qanday ekan? Ra sukun kelib qilib, oldi zabarlik bo'lsa, ra yana ham cho'ng qildi. Unda bo'lsa to'rtinchisi. Ra harfi yana sakinlik kelib, oldidagi harf pesh bo'lsa, ra yana cho'ng qildi. Ya'ni cho'ng talaffuz qilindi. Masalan, misol qaranglar, yursilu. Ra sukun keldi, oldidagi harf pesh, ra cho'ng qildi. Yursilu. Zurtum. Qur'anun. Balla mana kishi deb baqinglar, o'sha ra'ning ke talaffuzni.
Qur'anun. Qur'anun. Qur desek ra cho'ng emas, og'zimizni toshqizib chiqaramizmi? Qur'anun. 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 Demak, ra sukun oldida kelib pashlik kelsa ra cho'ng qildi. May yashkur. May yashkur desek ra sukun oldi, ya'ni pashlik keldi. Demak, bu yerda ra yanilam cho'ng talaffuz qilindi. Unda bo'lsa 5-inchisi ra'ning oldida kelib sukun bo'lib qolib qolsa degan gapimda. Ra'ning oldida kelib sukun bo'lib qolib qolsa, ra sukun oldi sukun bo'lib qolib qolsa, u harfning oldiga qaraymiz. Masalan, mana qaranglar. Fajr. Fajr. Desek, bu yerda ra sukun bo'lgan bo'lsa, oldida sukun bo'lgan bo'lsa dedi. Bu yerda bir diqqat qilgan nuqta, arab tili qoidasida ikki sukun bir yerga kelmaydi. Masalan, ra sukun desek, oldida sukun desek, bu yerda ikki sukun bir yerga kelib qolmamdi deydigan gap bo'ldi. Unda ikki sukun bir yerga kelgan sakin qoida bo'lmaydi arab tilida. Demak, bu yerga ra qanday vaqt sukun bo'ldi desanglar, to'xtashda. To'xtash. Ya'ni turg'ishda arab tilining qoidasi bo'yicha biz har qanday bir kalimada to'xtamoqchi bo'lsak, shu kalimaning eng oxiridagi harfni sakin qilib to'xtaymiz. Shundami? Masalan, wal fajr desek, wal fajr desek, asli wal fajri. Ra asli zirlik. To'xtash qoidasi bo'yicha biz bu oxirgi kalimaning bu harfning oxirgi harfni sukun qilib to'xtaymiz. Demak, bu yerda ra to'xtash sababini sukun bo'ldimi? To'xtash sababini sukun bo'ldi. Uning oldidagi jim sukun bo'ldi. Shunda bo'lgandan keyin uni oldidagi harf qaraymiz. Uning oldidagi harf fa zabarlik esa yanilam o'xshash ra cho'ng talaffuz qilindi. Ra to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun, uning oldimi sukun, uning oldi zabar. Shunda bo'lsa qanday bo'ldi? Ra yanilam cho'ng talaffuz qilindi. Masalan, ashr. Ashr. Ashr emas, ashr emas, ashr. 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 Wal fajr. Wal fajr. Ashr. Shahr. Ballar sizlar bir talaffuz qilib qo'yinglar, ra'ni to'g'ri qilamsizlar. Shahr. 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 Ra'ni qanday chiqaramiz? Cho'ng chiqaramiz. Mana bu yerda. Cho'ng talaffuz qilamiz. Qadar. 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 Shada ra sukun, oldi sukun, uning oldi fatha. Demak, ra cho'ng talaffuz qilindi. 6-inchisi ra sukun, ya'ni o'xshashlar, to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun, uning oldi sukun bo'lsa, uning oldida kelib qaraymiz. Demak, bu yerdagi ra sukun bo'ldi, oldida kelib sin sukun, uning oldida kelib ayn, bu yerda damma, ya'ni pashlik keldi. Shunday bo'lsa-mu, ya o'xshashlar ra cho'ng talaffuz qilindi. Masalan, usr. 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 Khusr. Yusr. Ra mishaydi qanday? Cho'ng talaffuz qilamiz. Ra to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun, oldimi sukun, uni oldi pash bo'lsa ra'ni cho'ng talaffuz qilamiz. 7-inchisi ra harfining oldida ulaq hamza deymiz, hamzatul vasl, ya'ni ulaq hamza, ulab o'qilgan hamza kelsa, bu ra'ni ya'ni cho'ng o'qilamiz. Masalan, qaranglar. Irji'i, ana mana misol qarsak, irji'i ra sukun keldi, oldidagi mavu ulaq hamza. Ulaq hamza deganimiz so'zlarni o'tirdi. So'zlarni ulab o'qigan chaqda, kalimalarni ulab o'qigan chaqda o'qilmaydi, ya'ni tushib qoladi. Ammo 5ida kelib, 5ida boshlamoqchi bo'lsa bir kalimani, masalan, ma'nodagidek irji'i deb kalimani boshlamoqchi bo'lsak, bu yerda o'qiladi. Demak, ayrim o'qigan chaqda o'qiladi, boshqa kalimalar bilan ulab o'qigan chaqda o'qilmaydigan, tushib qoladigan alifni biz hamzani ulaq hamza, ya'ni hamzatul vasl deymiz. Shunda hamzatul vasl shu ra'ning oldida kelib qolsa, ra qanday o'qildi ekan? Cho'ng o'qildi. Masalan, irji'i. Mana qarasak yana amirtabu. Amir
demak ro yana bu yerda cho'ng qildi. Limanirtado. Limanirtado. Bu yerda o'xshashlar roni cho'ng qildik. Undan bo'lsa roning 7 xil ahvol tugdi. Shundaymi? Cho'ng qildiq ahvollarning 7 tugdi. 8-si ro harfi sokinlik bo'lib, oldidagi harf zirlik bo'lib qolib, keyinda ro harfi sokin, oldidagi harf zir. Ammo keyinidan fathalik, ya'ni zabarlik cho'ng harf kelib qolgan bo'lsa, zabarlik cho'ng talaffuz qilingan harf kelib qolgan bo'lsa, bu yerdagi roni yana cho'ng talaffuz qilamiz. Masalan, qaranglar, men misolga ro sukun bo'ldimi? Oldidagi harf zirlik keldi. Oldidagi harf mim zir keldi. Keyinda qanday keldi? Cho'ng talaffuz qilingan harf keldi. Bu cho'ng talaffuz qilingan harfning sharti qanday bo'lishi kerak? Harakati zabarlik bo'lishi kerak. Zabarlik. Ro sukun, oldi zir, keyni zabarlik cho'ng harf. Mana shart. Keynidan qanday kelish kerak? Zabarlik cho'ng harf kelsa, bu yerga ro yanilam cho'ng qildi. Masalan, mirsada, 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 qirtas, qirtas. Deb bakana sizlar valla qirtas, قرطاس qirtas. قرطاس Demek bu yerda roni cho'ng talaffuz qildikmi? Nimishqa? Chunki roning keynidan zabarlik cho'ng talaffuz qildigan harf kelgachga biz roni bu yerda cho'ng talaffuz qildik. Unda bo'lsa roningki 8 xil holatdagi cho'ng talaffuz qilinish ahvoli shuna bilan tugadi. Keyingisi hamda roningki 4 xil ahvol bor. 4 xil ahvolda kichik talaffuz qilindi dedik-ku. Bu 4 xil ahvoldan birinchisi mana ro zirlik kelsa. Ro zirlik kelib qolsa. Unda bo'lsa ro zabarlik kelsa cho'ng talaffuz qilindi, pashlik kelsa cho'ng talaffuz qilindi, zirlik kelsa kichik talaffuz qilindi. Masalan qarang. Ri, rijalun, rijalun. Balda paqala rijalun. رجال Rijalun. رجال Demek ri emas. Ri desek xata. Ri. Tilni o'xshatdilar. Rijalun. Kichik talaffuz qildi. Masalan, yana birisi mujrimuna. Mujrimuna ri. Ra mishada zirlik keldi, kichik qildi. Fariha. Desekmi o'xshash. Sharri. Mana qaranglar, bu yerda ra tashdid bor hamda, ma'noda. Ra tashdidlik kelib qolsa, yana bu roninki harakatga qaraymiz. Tashdidlik kelsa, ron harakati mayada qo'sh zirg'o o'xshashlar, zirg'o o'xshash. Qo'sh zir bo'lgandan keyin zirlik holati bo'yicha bo'ladi. Sharri, sharri. Sharri ra kichik o'qildi. Unda bo'lsa, roninki kichik o'qilishniki ikkinchisi ra harfi sokin bo'lib, oldidagi harf zirlik bo'lib qolsa. Masalan, qaranglar. Vasbir desek ra sokin bo'ldi. Oldidagi harf nima? Ba. Bumi zirlik keldi. Vasbir. Vasbir. Biru desek to'g'rimi? Vasbiru desek xato. Vasbir. Chunki ra'ni oldidagi harf zirlik keldi. Shundaymi? Fir'auna. Fir'auna. Balla deb qanglar. Fir'auna. فرعون Fir'auna. فرعون Demek bu yerda ra'ni qanday talaffuz qildik? Kichik, shundaymi? Chunki ra sukun oldi zir. La shirvima. La shirvima. Maqabir. Maqabir. Demek bu yerda ra kichik o'qildi. Kichik talaffuz qilindi. Uchinchisi ra harfi sokinlik bo'lib, ya'ni to'xtash sababidan bo'lgan sokin bo'lib, uning oldi sukun bo'lib, uning oldi zir bo'lib qolib qolsa, ra yanilam kichik o'qiladi. Hijr desak, masalan, hijr. Men qaranglar managa, hijr. Desak, ra to'xtash sababidan sukun bo'ldi, jim sukun bo'ldi, oldi kirib, uni oldi qaraymiz, uni oldi zirlik kelsa, ra yanilam kichik o'qildi. Hijr. Hijr. Sihr. Sihr. Zikr. 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 Demek ra yanilam
Müşahede kichik o'qildi. Unda bo'lsa 4-chi xil ahvol ra to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun bo'ldi. Ra to'xtashda yana sukun bo'ldi. Oldida ra'ning oldida sakinlik ya. Ra'ning oldida sakinlik ya kelib qolgan bo'lsa, ya'ni sukunlik ya kelsa, ra yana o'xshashlam kichik o'qiladi. Masalan, xayr desak, biz mush kalimada to'xtamoqchi. Xayr desak, mana qaranglar. Mushuni to'xtamoqchi bo'lsak, hamda ra yuz sukun, ra to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun, oldi sakinlik ya. Demak, ra'ning oldi sakinlik ya kelib qolsa qanday bo'ldi ekan? Ra kichik o'qiladi. Ra'ning oldida sakinlik ya kelib qolsa, ra kichik talaffuz qilindi. Mana ular ra'ningki cho'ng kichik talaffuz qilish ahvoli tugadi. Ra 8 xil ahvolda cho'ng o'qildi. 8 xil ahvolda, ya'ni zabar bilan peshki munosabatlik ahvolida ra'ni cho'ng o'qiymiz. Ra zirga munosabatlik ahvolida ra'ni kichik talaffuz qilamiz. Eng oxirida yig'inchoqlasak, ra zabar bilan peshki munosabatlik ahvolida hammasida cho'ng o'qiladi, cho'ng talaffuz qilindi. Ra zirga munosabatlik ahvolida ra kichik talaffuz qilindi. Unda bo'lsa biz harflarni boshda cho'ng 3ga bo'ldik, shundaymi? Ba'zi doim cho'ng o'qildigan harflar, ba'zida cho'ng, ba'zi kichik o'qildigan harflar va doim kichik o'qildigan harflar deb. Doim cho'ng o'qildigan harflar xussa, dag'tin, qiz. O'sha 7 harf. Ba'zi cho'ng, ba'zi kichik o'qildigan harflar alif, Alloh subhanahu va taolaning muborak nomidagi lam, yana birisi ra. Bu uchulasini tafsilga so'zlab bo'ldik. Hamda daim, davomli kichik o'qildigan harflar. Davomli kichik o'qildigan harflar ashildan qilib qolgan harflar. Masalan, ba, jim, masalan, ha, ayn, masalan, dal, za, mim, lam, kaf degandek. Masalan, mayli bu harflar zabarlik olsun, mayli zirlik olsun, mayli peshlik olsun, davomli cho'ng o'qiladi. Mayli sakinlik kelsin. Masalan, kafaru desak, kaf, kafaru desak kichik o'qildi. Shunga o'xshash, ham o'sha qilib qolgan harflarning hammasi doim kichik talaffuz qilingan harflar. Unda bo'lsa qarindoshlar, shuning bilan darsimiz oxirlashdi. Keyingi darslarimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.